3000 yillik shahardan turibdi biz. Asl shaharda buni biz turganimizdan oldin. Juda zo'r-kan. Bobur otasi o'sha yiqilgan ramziy mana kabutarxonani qilib yasab qo'ydi. Mana bu joy oddiy aholini bir turar joy qoldilar. Xitoyda maktablarda Axsigan haqida, Dovon davlat haqida ma'lumot berilar ekanda, darslikda kiritilgan ekan. Qarang. Shu kelib turib bitta achida qonli virtual Axsigan ta'rifligini qanday bo'lsa shunday qilib ko'rinish qilib beradi. Rejamiz bor, Xitoydan 1 million sayyoh olib kelish mashaga. Keladi. Chunki tarix bog'liqda. Kelib turib bitta achida aligida qonli virtual Axsigan ta'rifligini qanday bo'lsa shunday qilib ko'rinish qilib beradi. Bobur otasi o'sha yiqilgan ramziy mana kabutarxonani qilib yasab qo'ydi. Bu shahar juda ham qadimgi hisoblanadi. Miloddan avvalgi 3-asrda tashkil topgan. Miloddan avvalgi 3-asrda Farg'ona shahrida domlagan. Dastlab. Endi Farg'ona shahri deb bizni milodiy 9-asr 1-yarmigacha aytilgan. 9-asr 2-yarmidan buyog'iga keyin Axsigan deb nomlarda kitoblarda keladi. Xo'p, endi bu tashkil topishiga sabab buni biz o'sha miloddan avvalgi 3-asrdan to milodiy 7-asr oxirlarigacha bo'lgan manbalar Xitoyda eski kitoblarda saqlanib qolgan ekan, tarixi. Sababi o'sha miloddan avvalgi 128-yillarda bu yerga Xitoy elchisi Chizhansian degan diplomat kelgan. Chizhansian. Va mana shu Farg'ona, qadimgi Farg'ona shahri to'g'risida jamiki tarixiy ma'lumotlarni yozib qoldirgan. Mana bu joy oddiy aholini bir turar joy qoldilar. Nima uchun bu yerda qadimgi binolar saqlanib qoladi? Sababi 1620-yilga kelgan katta zilzila. 9 bor. Va 6 oy davom etdi. Ana shu davrda jamiki shahar vayron bo'ldi. Yildagi mudofaa devori bor, o'sha Mo'g'ulcha chiqarishgan devor. Mana bu yerda mudofaa devori ostida binolar, shu inshootlar bor. Bizga yo'q bo'ldi. Ustidan arxeologlar kovlaydi. Ochib qo'yadi. 3000 yillik shahardan turibdi biz. Asl shaharda buni biz turganimizdan oldin. Juda zo'r-kan. Men ko'rdim O'zbekiston Ipak yo'li bilan hozir aytgani Xitoydanlardan kelib aşı yerlar Mishaqdan. Misharni o'tib Axsigan setadi. Men ko'rdim juda katta, juda zo'r-kan. Agar bular putib nima bo'lsa juda katta bo'ladi. Turistlar hamma masalan keladi Yevropalardan, Xitoylardan. Men ishonaman bu yer juda katta ekan. Birinchi marta kelishim. Shunga meningcha bu yana bir masalan yarim yil, 1 yildan keyin juda katta bo'lib, juda chiroyli chiqadi bu yer. Rejamiz bor, Xitoydan 1 million sayyoh olib kelish mashaga. Keladi. Chunki tarix bog'liqda. To'g'ri bog'liq. Ham bularni yaxshi ko'radi. Topishni burun nima bo'lgan? Masalan, hozir juda ko'plar Xitoydan Shinjonga boradi. U yerdan Ipak yo'li nima Dunxon deydi. U yerdan aso kelib tushib kelganda O'zbekistonga. Shunaqa tosh joylari bor. Yana bir tomoni Xitoyda maktablarda Axsigan haqida, Dovon davlat haqida ma'lumot berilar ekanda, darslikda kiritilgan ekan. Qarang. Bu ham aynan shu hudud bo'yicha samoviy otlar aynan mana shu yerda ketganda.
Shuni keladi, 1 milliondan ko'p keladi.